Mayli dada, men ketdim ishga. Namuncha shoshding? Ke bolam, biz bilan ham bir o'tir. Bir dasturxonda o'tirmaganingga bir oydan ham oshibdi. Ke, bir suhbatlashib o'tir, bolam. Nima deganingiz bu dada? Men ishlamasam kim ishlaydi? Kim boqadi bizni? Undan ko'ra maqsadga o'tmaysizmi dada? Shuni so'ramoqchimidingiz mana? Men borganda ular kelmagan ekan. Aha. Ey do'stim, gapingni bo'ldim. Ana shu yerga to'xtagin, shu yerga to'xtagin. Nimaga to'xtading? Tinchlikmi do'stim? Dadam yaxshi ko'rgan mevalardan oldim. Shuni dadamga beraman, chiqaman. Sen mashinada o'tirib turgin. Xo'p. Tushunmadim. Bu do'stimi dadasi o'tganiga ancha bo'lib ketdi-yu. Assalomu alaykum dado. Mana sizga siz yaxshi ko'rgan apelsin, siz yaxshi ko'rgan mana olma, shaftoli ikkitadan oldim. Ikkomiz yeymiz deb. Gapiring dada. Keldingmi deng? Siz bilan bir dasturxonda o'tirish armon bo'lib qoldi. Gapirmaysiz a? Izlaringizni sog'indim. Siz ketdingiz. Oilamizdan katta ustun qulaganday bo'ldi. Hech bo'lmasa tushlarimizga kiring. Tushlarimda bo'lsa ham bir bor ko'ray. Men o'lsam dadamni qabriga qo'ying. Dadamni sog'indim, quchoqlab yotay. Dunyoda to'ymadim diydorlarga. Bu dunyo qo'lidan mahkamroq tutay. O'lganim bildirmang onamga aslo. Meni uzoqlarga ketdi deb ayting. Qizimni o'ksitmang, u juda dono. O'g'limni erkalab hofiz deb ayting. O'tiribsizmi dada? Assalomu alaykum. Ye, ishing nima bo'ldi? Ke bolam. Keling bir bag'rimga bosing. Sog'inib ketdim sizni. Aytolmadim shu so'zni goho. Dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolam, jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng. Dada sizni yaxshi ko'raman.